kelganimizga 7 oy bo'ldi. Hozirda stroyga. Xo'sh, assalomu alaykum. Akalar qanday? Mana shu aka Bolgariyani Alaykum assalom. aytishibdi, Yevropaga yo'l ochadigan, Salom aka. boshqa qiladigan, Yevropaga yo'l ochadigan deb aytishibdi. Mana Bolgariyada 4 oy ishlaganmiz. Mana sizlarga vizamiz ham chizilmagan. Mana u aka akkaunt egasi mana bizniki chiziq chizdi deb kartasini maqtayaptilar. Ularga e'tirozim yo'q, lekin shuni konkret sizlarga aytaman. Bolgariya уже Yevropaga eshik emas u, hech qanaqa. 1 tiyinga qimmat, $700 oylikka bolalar ishlab yurib, boshqa kelmayman, mana shu keldim ishlar, rasxotimni qoplay ketaman deb turibdi Bolgariyada. Men 4 oy ishlaganman, afsuslanganman, lekin biz paytlari u forchka edi Yevropaga kirish uchun. Lekin hozir dalima men mana 2025-yilning iyulidan keyin уже u forchka yopildi. Bo'ldi, Bolgariyaning kartasi ham, vizasi ham 1 tiyin qimmat bo'ladi, faqat neligan bo'lasiz. Xohlagan Germaniya, Polshada ishlaysiz, neligan bo'lib ishlaysiz. Mana bu yerda Sirdaryolik akalar, zemlak, men o'zim ham Sirdaryoliman, aytishibdi, yaxshi, bu yoq forchka Yevropaga kirishga degan. Yo'q, forchka emas, mana aka, mana kartasi bor, 1 tiyinga qimmat, hali 3 yil srogi bor. Kerak emas u. Bolgariyaga bormanglar ham, tavsiya ham bermayman.